Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala hamd sana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge, ashab-ı kiramlarga, azvaj mutahhirlarga ve ta ki kıyamet kadar u zatqa yaxshi ravishda ergashgan mu'minlarga durust salomlar bo'lsin. Biz o'tgangi darsda İmam Nevevi rahmetullahi alayhining Qarilarning adab qoidalari degan kitobdan 4 bobdan ortiqroq o'qidik. Bu jarayonda Kur'an o'quvchining adab qoidalarini shundaqlama 5-bobda mayli o'quvchi bo'lsin yo o'quvchi bo'lsin yoki hech qaysi bo'lmasin, lekin qarilarga xos adab qoidalar ustida to'xtalgan. İmam Nevevi rahmetullahi alayhi deydiki, Qur'onni qarorlik tamomlab turish, qarilar Qur'on tilovatini qo'ldan bermasligi va Qur'onni ko'p o'qishi lozim. Salaf salihlarning Allah ulardan razı bo'lg'ay, Qur'on tamom qilish odati bir-biridan farqlanadi. Abu Bakr ibn Abi Davudning rivoyat qilishicha, salaflarning ba'zilari Qur'onni har 2 oyda bir qatim, ba'zilari har oyda bir qatim tamomlagan, ba'zilari har 10 kunda bir qatim, ba'zilari har 8 kunda bir qatim. Yana nurg'ulari har 7 kunda bir qatim, ba'zilari har 6 kunda bir qatim, ba'zilari har 5 kunda bir qatim, ba'zilari har 4 kunda bir qatim. Yana nurg'ulları her 3 günde bir katım. Yana bazıları her 2 günde bir katım. Yana nurg'ulları her günü bir katım tamam kılattı. Hatta bir geç gündüzde 2 katım tamam kıldıqanları mı? 3 katım tamam kıldıqanları mı? Keçisi 4, gündüz 4, cemi 8 katım tamam kıldıqanları mı boğan? Bir geç gündüzde bir katım tamam kıldıqanlar Osman ibn Affan, Tamim Dari, Said ibn Cübeyr, Mücahid ve İmam Şafii radıyallahu anhulardır. Muaviye radıyallahu anhu devrindeki Mısır qazisi ve qıssaçı Süleym ibn Etir radıyallahu anhu Kur'an'ı bir iki gündüzde 3 katım tamam kıldıqanlar cümlesinden bulup Ebu Bakr ibn Abi Davud onun bir iki gündüzde 3 katım tamam kıldıqanlığını Ebu Umar el-Kindi Mısır qazileri degan namlı kitabı da bunun 4 katım tamam kıldıqanlığını rivayet qilgan. Salih İmam Şeyh Abu Abdurrahman Süleymi radıyallahu anhu bir adam radıyallahu anhu degan dua Allah ondan razı olsun degan. Adette köpüncü adetliğimiz sahabe kiramlığı işletimiz. Lekin bazı kitaplarda katta imamlar, tabiinlar, salihlarımı işletiyordu. Dua oğaçka. Yani bu sahabe de düşünüp kalsak olmaydı. Ben Şeyh Abu Osman Mağribi Rezillahu Anhu'nun İbn-i Katib Rezillahu Anhu Kur'an'ını gündüzü 4 katım, keçi 4 katım tamam kılattı degenlikini anlayan edeyim degen. Bu bolsa bir keçi gündüzde Kur'an tamam kılış hakkında bizge yetip gelgen en yukarı çektir. Yani muş haberler hazır. İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi bayan kılgan muş haberler. İmam Nevevi'ge yani 7. asırda, Hicriye 7. asırda yaşayan desek hemen 203. yıllar. Muş zatqa şehirlik yoluyla kelgen haber. Katta zat Ahmet Davraqi öz senedi bilen ibadetkar tabiinlardan biri bolgan Mansur ibn Zazan radıyallahu anhu'dan onun Kur'an'ını peşin bilen diğer arasında bir katım, Şam bilen Xuftan arasında yana bir katım, Ramazan eydi bolsa Şam bilen Xuftan arasında 2 katımdan artıqroq tamam kıldığanlığını. Yani Şam bilen Xuftan desek, Şam 6'da bolsa, Xuftan'ını aqıl sozap 2 saat 1-2 yılda 3'te okusa 6-7-8 saat buluşu mümkün. Ularının Ramazan ayında Xuftan namazını Keçinin 4'ten biri ötüp ketkiçe keşki turduğanlığını rivayet qilgan. Keçinin 4'ten biri degan 3'ten birini qanday hisoblaymiz? Kun patdi. Kun patqandan keyin kech kirdimi? 6:30da kun patdi, 6:30da kun chiqadigan bo'lsa 12 soat bo'ldi. 12 soatni agar 4'ten birini desek, 4 ga bo'lsak 3 soatdan 3 soatdan bo'ldi. 3'ten 1 demoqchi bo'lsak, 3'ten 1ning fazilati bor-ku. 3 ga bo'lsak 4 saat bulam. Ahirda mesela saat 2'den 6'ya kadar ahirda 3'ten 1 oldu. En faziletli vakitler. Aslında usullen bilimiz. Abu Bakr ibn Abi Davud Mücahid'in Ramazan ayında Şam bilen Xuftan aralığında Kur'an'ı bir tamamlaydıqanlığını say sened bilen rivayet qilgan. Senedi say ekan mana bu. Abu Bakr ibn Abi Davud kim? Abu Davud Sicistanining o'g'li. Muhaddis, alim. Bunun Mushaflar degan kitobi bor. Mushaflar degan kitobda Kur'an alaqadar bütün şunda sahabe kiramlardan Resulullah'dan kelgan rivoyatlarni yig'ib bir kitap qilgan. Mansur Ali Azdi Ramazan ayida her akşam Şam bilan Xuftan arasida Kur'an'ni bir tamam qiladi degan. İbrahim ibn Sa'd dadam bir o'ltirishda Kur'an'ni bir tamam qiladi degan. Bir o'ltirishda bir o'ttagancha Kur'an'ni tamam qilib qoldi ekan. Mandalim bo'lgan.
Kur'an'ı bir rekatda tamam kıldıganlar intayin köp bolğaçqa sanap tüketkili bolmaydı. Mesela ilgirkilerden Osman ibn Affan, Tamim ad-Dari razanhular, Said ibn Cübeyr Kabe'nin içinde Kur'an'ı bir rekatda tamam kılgan idi. Yani bular kündü bolmasa mı? Bazıda aşırı himmet kelgen çağda bir rekatga okutish mumkin. Almaydı. O adam almaydı. Endi bu yerda bunda qarasak, bu bir kun 3 qatam, 4 qatam tamam qilib bo'lamda Qur'onni. Şuna ama aslida ve izah etib qo'ygan. Salaflarning Qur'onni intayin az vaqtda bir tamam qildiganlik haqidagi buning o'xshagan rivoyatlar xil ko'p bo'lib, bu rivoyatlar sahih bo'lgan taqdirda va ko'pincha sahih. İmam Nevevi şu senedida rivoyat qilgan. Ba'zi sahih bo'lmasi mumkin, lekin ko'pincha sahih. Sahih bo'lgan taqdirda buni vaqtga berkat berganlikdan deb tushunish mumkin. Vaqtga berkat berilgan. Bizning hozirgi o'lchimiz, hayot tarzimiz, yashash usulimiz, o'tirib qopishimizni asos qilib turib, uning osh zamondagi Qur'on o'qishiga hukm qilinmaydi. Hozir biz Qur'onni shunda o'qilib, auzubillahi minash shaytonir-rojim desak, shunda qilsa tirangada qiladi, qachi telefon qaraymiz. Telefon kelsa, telefon ko'rsatib, ondan nakepten deb qaraymiz. O chaqda undan xoli, o'lim mashg'ulotdan xoli bir joyni tanlab o'tirib o'qitdi. Anda yana birisi davomli bu o'qish bilan bo'lgan chaqda, masalan, bir yana xato o'qib qayta o'qish olmaydi. Biz hozir ba'zan xato o'qib ikkinchi qatim qaytib yavaşlardan boshlab oyatning 5'ida o'qiymiz-ku. Atrofda bu vaqt qisqaraydi. Anda og'ziga ash yog'da keladi. Kun o'qiyorgan ekan. Eng muhimi bunun vaqtiga Allah Taala alayda berkat ata qilib etgan. İlahi atayı berilgan. Ba'zi buni karamat deyishkin bo'ldi. Karamat degan narsa haq juma. Karamat deyishkin bo'ldi. Bu ilahi fuyuzatlar deymiz. Şu bu mümkün emas deb o'tlasak bo'lmaydi. Bizga mümkün emas. Hozir sharoitimizda, hozirgi bizning Qur'on tamom qilmaydigan bo'shanlik holatimizda mümkün emas. Ko'rinadi. Lekin ol zamanda mümkün. Buni vaqtga berkat berilganlikdan deb tushunish mumkin. Bo'lmasa, Qur'onni normal o'qib bir tamom qilishga 15 soat, tiz o'qib tamomlashga 10 soat ketadi. Mesela bir parni siz tiz o'qib baqsizlar, ma qarilar tiz o'qsa 15 minut o'qib bo'ldi. Biz tiz o'qsak 20 minut o'qib bo'lamiz. Ramazonda Qur'onni ko'p o'qish yuzasidan ba'zi salaflar kunda bir qancha qatim tiz o'qib tamomlagan bo'lsa kerak. Yani davomli kunda bo'lmasa-mu, Ramazonda ba'zi kunlarda ashunda turib o'qigan bo'lsa kerak. Masalan, bizning qari ustozlarimiz, mening dadam shunda, Qashqardagi shu donli qarilar Abduqodir Qarajim, Ashqarim bilan Ramazonning oxirgi 10 kunda bu ayrim yig'ilish qilib, masjidga tarovidan sirt 3 kunda bir tamom qildi. Yani Ramazonning oxirgi 10 kunda 3 qatim Qur'on tamom qildi. Yani her kuni 10 pardan o'qiydi. Mesela Mısır'da benim bir ustazım vardı. Ötken yıl tükep ketdi. Salih şunda bir ibadet koy, şunda bir takvadar bir kişi. Şeyh Usama Abdülazim'di. Allah rahmet kılsın. Bu kişi hem de Xudanın kutluk günü namazının içinde. Sırtlamaz. Namazda 10 para okuyor. Bamdad, Peşim, Esir, Şam, Xıhtı. Namazda 10 para 3 günde bir tamam. Şunda kılıp mesela bir katımda bugün 1000 katım tamam buldu deyip alaydı bir. Ne bakıyor? Her bir tamam kılgan çağda bir taşını yığıdı. Yani 1000 katım namazda 3 günde birden tamam kılıp 1000 katım tamam kılıyor. Yani qarilarning eğer ay saqılığı aqchirib, beli mükçeygen 70 yaş chigan qarilardan men bildigan ba'zi qarilarga Qur'onni 1000 tamam kılgan deyildi şu. Bu adet qarilimi bala o'qitibmi 1000 tamam qilib bo'lmaydi. Endi 3 kunda birdan kılgan ekan, uni qila oladi. Mesela xutbanda men aqı turib o'qigan vaqtimda xutbanda 2,5 par o'qidim. Bir rekatga 2,5 parda o'qisa, sura baqani bir rekat o'qidi. Shidab tug'ilmay ekan unda. Lekin kunda munda o'qigansa bu o'ymi qolib ketgan gap. Bu normal ish. Mesela biz Ramazonda 8 rekatni bir para, 1,5 par o'qidik-ku. Bizga ekanmaydi. Lekin hozir shu 8 rekat qisqa o'qiylar desakmi asta taqab ketdik. Heptede bir tamam kıldığı köp idi. Sahabelerden Osman ibn Affan, Abdullah ibn Masud, Zeyd ibn Sabit, Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhulardan, tabiilerden Abdurrahman ibn Yazid, Alqama, İbrahim qatarlıklarının şunda kıldığılığı rivayet kılıngan. Heptede bir. Yani jukurgulam
hammasi mushunda kunda 2 qatim, 3 qatim, kunda 1 qatim qildi degan gap emas. Bunun nimasi o'xshamagan holatda. Endi Imom Navoiy rahmatullohi alayh taqvodor zotlarimizning, bizning salaflarimizning, kattalarimizning bu ishlar har xil kelgan ekan, bu yerda buni yakunlab bizga xulosasini suzib sunyotdi. Deydiki, bu masala kishilarning ahvoliga qarab farq qilindi. Shuning uchun har kim o'z ahvoliga qarab vaqt belgilasa bo'ladi. Qur'on oyatlarini cho'nqur tafakkur qilish orqali inchka ma'no va ilmlarga yetalaydiganlar o'qigan Qur'oniy din mukammal tushunish hosil qila oladigan muddatda tamomlash bilan kifoyalansa, ilm tarqitish degandek dinning muhim ishlari va musulmonlarning umumiy manfaatiga munosabatli ishlar bilan mashg'ul bo'layotganlar qilayotgan xizmatlarga ta'sir etmagudek holatda tamom qilsa bo'ladi. Mazkur kishilar jumlasidan bo'lmaganlar zerikib qilish va yoki baktiz o'qish dairasiga kirib qolmagan asosda qo'ldan kelishcha ko'p tamom qilsin debdi. Intayin go'zal xulosalab berdi bizga. Salaflardan bir qism kishilar Qur'onni bir kecha kunduzda tamomlashni yomon ko'rgan. Mana bu ish qo'g'londek o'qsang bo'lmaydi deydi. Dana tartilul Qur'on karim varattilul Qur'ana tartila masalan. Ahmad Qari namozda o'qiydi-ku. Qildirmay joyida jaq tushirib. Anda o'qi degan bo'lsa, anda buni ma'nisi tafakkur qilgan o'qi degan bo'lsa, tiz o'qisang bo'lmaydi degan bo'lsa, bu yaxshi emas degan. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qilgan sahih hadis bunga dalildir. U deydiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'onni 3 kundan az vaqtda tamom qilgan kishi uning ma'nisini tushuna olmaydi degan. Sahih hadis Payg'ambarning so'zi bu. Bu hadisni Abu Davud, Tirmizi, Nasai, Ibn Hibban va Ahmadlar rivoyat qilgan. Tirmizi Hasan Sahih degan Alloh eng yaxshi bilguchidir. Sahih hadis. Haftada tamom qilganlarning boshlash va tamomlash vaqti masalasiga kelsak, endi bu tamom qilganlar davomli Qur'on tamom qilganlarning bir o'zining tutgan qoidasini bildirib bor. Bu biriniga sho'ng'ib kirsak, buni shu nurg'un tafsilot chiqadi. Ha bu qariylar esa haftada bir tamom qildi ekan. Haftada bir tamom qilsa bu qaysi kunda boshlab qaysi kunda tamom qildi yoki unga diqqat qilmay qilaveram do'si yo'q. Uning bir alohida diqqat qiladigan nuqtasi bor deydi. Ashula odatlangan narsa. Cho'qim manda degan bir ish yo'q. Abu Bakr ibn Abi Davud Osman radhiyallohu anhuning juma kechasi boshlab payshanba kechasi tamom qilganligini rivoyat qilgan. Nima uchun juma kechasi? Juma kechasi degan qaysi kecha? Payshanba navashshanni kun patqanligidan jumaga tava kechib kirdi degan gap. Juma kechasi nima uchun? Chunki bu ulug' kun. Juma kuniga alohida ulug' kun. Fazilati bor. Chunki shu chaqda boshlaydi. Endi payshanba-chi? Nima uchun payshanba tamom qildi? Amallarning ko'tarilishi. Dushanba va payshanba kunda amallarimiz Alloh taolo dukulat qilingan bo'lg'achqa, shu chaqda qanday dukulat qildi farishtalar? Ro'zi qarajim Qur'onni xatmi qildi, deb fatchi osmonga o'rlagan chaqda bu alohida Allohning ajriga ashar farishtalarning duosiga erishib ketadi. Manda bir alohida sho'g'azi payshanbaga to'g'rilab turib, manda tamam. Yani Perşembe kuttan bilen yani başlamışken bu yasa demek. İmam Abu Hamid Gazali, Muhammed ibn Ahmed Gazali zamanen bilemezdim. İhya Ulumuddin da deydi ki gündüzün evveli ve ahirini karşılaş üçün bir katım keçse, yeni bir katım gündüzü tamam kılışı en yaxşı. Gündüzlü hatmısını düşenbe günü Bamdat'ın sünneti de. Yak onundan keyin keçili xatmasini cuma kuni namoz samning sunnatida yoki uningdan keyin tamom qilish afzaldir deydi. Masalan, tamoq etganlar ko'p sog'ilmi? Ko'pning suyini manda tangshash. Buning azroq manda silasi manda bo'ldi deb alohida ko'ngil bo'ldi-ku. Qarilarmi bu amallarimizning eng yuqori darajada savob erishadigan shaklda nima qilish uchun mushunda o'ylab ketgan. Abu Bakr ibn Abi Davudning rivoyat qilishicha bu nima Abu Bakr ibn Davud davrida baytandiq. Bunun mushaflar degan kitobi bor edi-ku. Qur'onga aloqador butun hadislar va sahabe tabiinlar ishidan chiqqan kitob bo'lg'achqa, shundan naql qilyotdi. Tabiinlardan Amr ibn Murra rahimahulloh, ular ya'ni sahabelar Qur'onning kechining avvalida ya kunduzning avvalida tamom bo'lishini yaxshi ko'radi degan. Katta tabiin Talha ibn Musarrif rahimahulloh deydi-ki, malaikalar kunduzi qaysilar vaqtda Qur'on tamom qilgan kishiga ta kech kirgicha, kechasi qaysilar vaqtda Qur'onni tamom qilgan kishiga ta tong otqicha rahmat tilaydi. Mujohiddan buni o'sha rivoyat qilgan. Darimi Musnadida Sa'd ibn Waqqas radhiyallohu anhuning
Kur'an tamamı gündüzning evveliga udil kelsa, malaikalar tamam qilg'uchiga tong otquchi rahmat tilaydi. Kechining oxiriga udil kelsa, kun patquchiga mag'firat tilaydi deganligini rivoyat qiladi. Darimi Sadr Azalhudan isnodi Hasan degan. Ya'ni bu sayyid ekan. Shu Qur'on tamom bo'lgan chaqda duo qilamiz-ku. Bu duomi bekadin emas. Hazreti Anas tamom qilgan vaqtda qanday qildi? Bütün balçaqlarını kilinglar, xizmatchilarini kilinglar deb hammani o'ylashtirib yig'ib turib, endi duo qildi. Chunki mana bu hadis deyilgandek, farishtalarning mag'firat tilishi, amin deyishi, ashunga udilkildigan bo'lsin. Tabiin Habib ibn Abi Sabit rahimahullohning Qur'onni rukuning oldida tamom qildiganligi rivoyat qilinadi. Ma tabiinmi o'ylabdi buni. Bu namozni o'qigan taqdirda Qur'onni masalan Qur'on qarab o'tirib o'qisak bo'ldi-ku. Endi qarilar Qur'onni namoz turib, tahajjud turib takrorlab o'qisa, u texmi yaxshi. Namozni o'qisak, qanday chaqda xatma qilamiz? Masalan, Nas surasini tugatib olib, yana qaytib Alif Lamdan bir o'qitib, xatma sag'irdak. Undan keyin tamom qilamdi, qachon? Desa, yo'q ashu. Va Nas Qur'on tugandikilam Allohu akbar deb ruku o'rdigan chaqda udullab tamom qilamiz debdi. Ashu eng afzal demoqchi. Abu Bakr ibn Abi Davud, İmam Ahmad rahimahulloh shunday degan edi deydi. Demak, imomlardan, ashqat imomlardan birisi manda qilsak texmi yaxshi debdi. Bundan cho'qim manda qilgan gap yo'q. Qanday qilsak yaxshi, eng fazilatli deb o'ylab, izlanib, xuloslagan yakunlab. Bu bobda chala qolgan ba'zi mazmunlar Alloh xolisa keyingi bobda bayon qilinadi. Endi ma yangi tema kechida Qur'on o'qishni davomlashtirish. Ya'ni tahajjud masalan. Ya keçisi Kur'an okuş namazı okumuşum. Qariler keçilerde ve keçe namazlarda Kur'an tilavet kılışkı bekrek ehemmiyet verişi lazım. Allah Teala mındak deydi. Min ehlil kitabi ummetun qaimetun yetluna ayatillahi na'al-leyli ve hum yescudun. Yu'minuna billahi vel yevmil ahiri ve ye'muruna bil ma'rufi ve yenhevna anil munkeri ve yusari'una fil hayrat. وَاُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ Ehli kitaptan yani Yahudi Nasaralardan keçileri Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp durduğun ve secde kılıp durduğun bir cemaat kişiler var. Bunlar Allah'a ve ahiret günüge işinidir. Yaxşı işlerine buyurup yaman işlerden tosudur. Hayırlı işlerini kılışka aldıraydı. Yani şunlar yaxşılardandır. Yani bu Yahudi Nasaralar kimler? Bu yaxşı kişiler. Hazırki Yahudi Nasaralar emez. Elbette. Allah Teala Kur'an'da leysu seva'a dedi. Yani ehli kitap, yani sahabe-i kiramlı bağçağıdaki ehli kitap. Ya ilgiri ötep ketkenleri hemmimiz tam beraber emez. Hemmisi azgın. Yani hemmisi sağlam, bunda emez. Bunu mandalarım var demek. Meşade alimler iki xil izahlaydı bunu. Birisi, şu peygamberler Musa, İsa Aleyhisselam'ın zamanıydı ki, şula Müslümandık o. Yahut Nasaralar emez şu çalıyor. Müslümanlar ola. Şu Müslümanlar Tevrat İncil'ini öz vaxtı şunda okup, namazda turup okup, aynda kıldı demekçi. Şulardan aynda yaşlıları battı. Yani yeni bir izahat desek, Peygamber Sam üretilgendiyken, Abdullah ibn Salam'a okşaş, Yahudi ve Nasara aldın, Müslüman boğalları battı. Peygamber Sam'a iman etkallar battı. Şuna hadiste üç türlü kişinin ecri işkesi buldu deppa. Birisi özünün peygamberge İsa'ya Musa olsun, özünün peygamberi işengen, ve Mahmud Şengen. Ehli kitaptan işte Mahmud Şengenlerinin bunun işkesi ecri var edi. Bunda olanken bu ayet ise öz vaxtida ötep ketken şu peygamberli bağçağıdaki Yahud Nasaralar. Yani Yahud Nasara deyilmeydi o çağda. Müslümanlı deyimiz mesela İsa Aleyhisselam'ın inna Nasara diyen tamam o numarları mahsus etrafı ulaşkan Müslümanlar şu çağdaki. Demek ki hazır Kur'an-ı Kerim'de hazır. Bunu medildi mi, medilmedi mi? Medilgen iken, ötken zamandaki yaxşı, salih kişiler keçidi kıyamda turuptu dedi o. Daha ki, Kur'an'da mı siz qari olgan iken keçi bunda tursanız, salih kişi bolsanız demekçi. Daha ki, qari'den talep kılıngan narsa mı? Şu. Sahihayn, yani Bukhari Müslim. Sahihayn desek, sahih iki toplam deyimiz. Sahih Bukhari'den Sahih Müslim. Sahihayn'de Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'dan kelgen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem navada Abdullah keçileri namaz okugan bolsa nemidige yaxşı adam bolatdı ha degen. Sahih Bukhari'de ve Müslim'de bah. Keçide endi bazı okumasın okumayken de. Andiken Abdullah ibn Ömer kim buldu? Hazreti Ömer'in oğlu. Resulullah'ın kayninisi.
Çünkü Hafsa, bunun acısı Hafsa, Resulullah'ın ayalı, müminlerin anısı. Bunlar ki, nimaga acısıqı degan gap. İlim o'rganishda Rasululloh ishna tirishchanlik ko'rsatayotganini ko'rgandan keyin, tirishchan bir bola ekanligini ko'rgandan keyin, shu ening kechida namoz o'qigan bo'lsa, texmi raus bo'lib ketdi degandan keyin, buni degandan keyin Abdullah ibn Umar shuningdan tortib kechida namoz o'qishni qat'iy tashlamagan. Va endi shu solih bo'lib ketgan. Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhudan kelgan bir hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Ey Abdullah, sen falani kishidek bo'lib qolma. U kechalari qiyamda turadi, keyin turmaydigan bo'lib qoldi." Demak, bu yerda kechida qiyam turish fazilat. Endi bir ishni davomlashtirishning o'zi bek muhim. Tashlab o'tib qolsa ishlatar. Tabarani va boshqalar Salih ibn Sa'd radhiyallohu anhudan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning kechida qiyam turish mu'minning shon sharifidir deganligini rivoyat qiladi. Tabarani imom, İmam Buxoriy, Muslim, Tirmiziy o'xshash hadis to'plumba muhaddislarning birisi. Shu kitobda bunda rivoyat. Kechida qiyamda turish mu'minning shon sharifidir. Shon sharaf mal dunyoning jiqliqi, mansab, yuz obro'yining uningdan emas. Kechida qiyamda turish bilan inna akramakum indallohi atqakum. Bu mazmundagi hadis va salaflarning ishizlari nihoyat ko'p. Abul Ahvas Jushami rahimahulloh deydi-ki, kechisi jang maydonidan Çidirga kelib, Çidirdagilarning hasanlarisi g'o'ngildab Qur'on o'qiyotganligini anglagan kishi boshqalar qo'rqinchda yuribsa, bular ajab xotirjamgo deb qoladi dedi. Demak, qarilar qanday qilgan? Jihadga chiqqan chog'da boshqalar dushman hujum qilib qo'yami, bostirib kelami deb dakki-dukkida o'lib ketamizmi degan chog'da bu qarilar xiyoli Qur'on o'qish bilan hammasi tang o'qigan ekan, g'ong hasanlarisining g'o'ngildagandek g'o'ngillaydi ekan. Şu bulacak hatırcam yürüydü o dep kaldı ekan. Demek bu qariydiga endi hatırcam buldu adamlar. Xavf vaqtidir. İbrahim Naxai rahimulloh aytdi, kechalari qo'y saqqichilik qisqa vaqt bo'lsa-mu Qur'on o'qinglar deyilgan. Yani 5 minut, 10 minut. Yezid ar-Raqqashi Allohning rahmatiga bo'lg'ay, agar men uxlab uyg'onib yana qayta uxlamoqchi bo'lsam, ko'zimga uyqu kelmagay degan. Yani namoz o'qimasdan qayta uxlay desam uxlayolmayman. Qurib ketsa unda uyqu degan ma'noda. Fiqrning qarashicha, yani İmam Nawawi rahmatullohi alayhining qarashicha, kecha namozi va kechilik tilovatining afzal sanalishi Isro va Mi'roj voqealariga o'xshash ba'zi xayrlik ishlarning dal kechalari vujudga chiqqanligi. Isro Mi'roj kechada bo'lgan. Subhanallazi asra bi abdihi laylan. Yani kecha namozi bu nima uchun afzal? Birinchisi ashuna ulug' fazilatlik ashunda voqealiklar kechada bo'lgan. Bu kişinin alaylıkını bildirdi. Rabbinglar her kechisi kechining bir qismi o'tgandan keyin dunyo osmoniga uchib, duo qiluvchi bormi, duosini ijobat qilay deydi. Bu sayendiki hadis. Kechining 3dan 1da, oxirgi 3dan 1da. Oxirgi 3dan 1 desak, mesela hozir soat 1:30dan 5:30-6gacha degandek vaqt. Degan hadis kechida tilovat va namozlarda qalbning Allohga bakrak markazlashganligi, dunyo ishlarini o'ylashdan qalbni mashg'ul qiladigan xushu, ya'ni Allohdan ayminish, xushudan to'sadigan riyo va amal ibodatni bekor qiladigan ishlardan texmi yiroq bo'lganligi uchundir. U chaqda tijoratning g'ami, boshqa g'amlar bak bo'lmaydi. Eng muhimi bir riyodan xoli. Kechida bizning qo'lin xo'shna jamoat ko'maydi. Balki balchaqlarimiz uxlaqliq bo'ldi. Ba'zida ayol uxlab qolgan ayol tuymasligi mumkin. Bir Allah biladi, bir o'zi biladi. Nolga ixlos tepildigan bir ahvol. Ham jimjit bo'lgan ekan, bu diqqatni yig'ishga munosib. Ham yana birisi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashish. Bu alohida mana buning fazilatining o'z Payg'ambar 11 rakat, 13 rakat o'qiydi deb var kuni. Undan keyin 8 rakat bo'lsang, turish Payg'ambar sallallohu o Ramazonda emas. Yil bo'yi Payg'ambarning sunnatini tutishyatin bu afzal bir ibadet. Kumil leyla illa qalila nisfahu. Aşağıda şu. Sahih hadisde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kişi dua icabet bulduğun bir vakit var degan. Her kişide dua icabet olan bir saat var deb. Şuna kişinin 3'ten 1 ataatına uygunup, şu vakitte namaz, istiğfar, dua, vel mustagfirine bil ashar, seherlerde istiğfar eytidiganlar dedi. Behcetul Esrar'ның muallifi Salman Anmati'nin mundaq deganligini rivoyat qildi. Men shunda Ali radhiyallohu anhu ko'rdim, u mundaq da'vat etdi. Yani she'r o'qitdi shunda Ali radhiyallohu anhu. Ba'zilar turmasa kechisi magar
tutmasa rozini arlab kunlar. Ketmamdu Tevrat desigen yer, bolgaçqa sellar asi bendiler. Şunu bilin ki, keçilik namaz ve tilavetinin fazileti Kur'an'ı az okuş bilen mi, köp okuş bilen mi hasıl buluveridu. Qancha köp okusa fazileti mi şuncha yuqori bo'ladi. Lekin bütün kecha davomliq namoz o'qish makruh va tan sog'lomlikka ziyonliqdir. Demak, har qanday ish payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnati va ma'lumalik normallikdan eshib ketmaslik lozim. Bu bir muhim nuqta mı? Mecmu degan kitobidan naql qilinibdi. İmam Navoiy deydiki, tahajjud namozi o'qimoqchi bo'lgan kishi o'z ahvolini dangsab ko'rib, ömür boyu davomlashtiraligidak miqdorda o'qishga odatlanishi mustahabdir. Ondan keyin o'zicha namozni azaytish yoki o'qimaslik makruhdir. Bu vaqtda dalillar nihoyat ko'p. Masalan, Buxoriy va Muslimda rivoyat qilgan va biz ilgari rivoyat qilgan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bunu hadislari shu jumladandir. Ey Abdullah, sen falan kishidek bo'lib qolma. U kechalari qiyomda turadi, keyin turmaydigan bo'lib qoldi. Ve sizler özünler kötürelgidek emel kılınlar. Allah bilen qasamki sizler zerkip kalmasanlarla Allah zerkip kalmaydı diye. Kur'an'ı az okuş bilen mi kişilik kıyamda turuşun faziletiga erişkili bulduğalıqın delili Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu rivayet kılgan bunu hadistir. O deydi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keçidi qopup 10 ayet bilen bolsumu tahajjud namazı okugan kişi gafillar qatarıga ezilmaydı. 100 ayet bilen tahajjud namazı okugan kişi itaatmen bendiler qatarıga, 1000 ayet bilen tahajjud namazı okugan kişi bolsa haddi hesapsız ecrige erişkiçiler qatarıga ezildi degen. Bu hadisni Abu Davud, İbn Huzeyme, İbn Hibbanlar rivayet qilgan sahih hadisdir. Sa'labi ibn Abbas radhiyallahu anhumanın keçisi 2 rekat namaz okugan kişi keçini qiyam bilen secdede ötküzgen buludu degenligini rivayet kılıdı. Yani 2 rekat namaz okuşundan keçide. Namaz okudu mu okumadı mı? Okudu. Namazı Surat-ı Furqan'daki müminlerin üstü vellezine yebituna li rabbihim succeden ve qiyama. Perverdigar için secde qilgan ve qiyamda turgan halatda keçini ötküzdiğen mümin bendiler. 2 rekat qiyamda turdu secde badı mı bağımdı mı? Bağdı. Ondan keyin şu ölçemge düşerleydi 2 rekat bilen. Demek az bolsa mu davamlaştırdıgan ibadet muhim demekçi. Vitrdan so'ng turgan namoz bu. Bu vitrdan başka 8 rekat ya onun başı 20-40 olsun ixtiyari okuyduğun ama bu tahajjud dedi. Tahajjud bilen keçide okuyduğun namaz desek küçük farkı var. Tahajjud degen uyquni tashlab qopab okuyduğun namaz. Yani onun aldığı bir uxlash buldu. Tatlık uyquni bir qo'yab qopab o'qisak bu tahajjud oldu. Ama uxlamadı okumasdan. Namazşan bo'lgandan keyin uxlamadı. Keyin saat 1'de okudu. Bu qiyamul layl oldu. Lekin tahajjud deyilmesi mümkün. Lekin her ikisi fazileti var. Lekin uyquni tashlab nima qilsak tahajjud degan sifat. Allah Taala hammamizni shunda qari bo'lmasaqmi, qarilar qildigan taat ibodatlarga muvaffaq qildigan, to'g'riga quloq solib, uni amal qildiganlardan qilsin. Mushu o'rinni biz shu dars o'qitib o'rinni shunda hozirlab bergan qarindishimizga Alloh taolo haddi hisobsiz ajr bersin. İşlerga aile tavabatı bereket ata qilsin. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.